میبینیم که می تخمبازا در اینجا آمده. سلام. علیکم السلام. آتین نماده رحم الله. رحم الله جان نما اشلا قلسن Maaşı galantı bulayır biz. ertadan beri neçi caba galla sotding? 4'te. 4 caba. Qanchadan? Vurfadan. Qancha foyda qiladi? 100 rupiya. Har jabasi? Maşallah hay. Mana bir shu kichkina ukamiz 400 afg'oni topibdi. Sen o'zing ham g'allabozlik qilasanmi yo qarab o'ldirasanmi? Qarab o'ldiraman. Hech g'allabozlik qilganing yo'q? Maktab o'qiysanmi? Sinfchansan? Sınıfı. Sinfida, xo'p. Chandim numrasan? Doğum. Maşallah xat o'qiy olasan? Biron she'r yo biron taronai ma'rifni bilasanmi? Ya ular bilmayman. Taronai ma'rifni yod qilganing yo'qmi? Ahli ma'rifga bo'lsang, boyad taronai ma'rifni ham yod qilsang, chunki taronai ma'rifga bor, ana o'sha ma'rifni nima narsaligini senga aytadi, xo'shmi? Xo'sh. Oyandagi xohlaysan nima bo'lsang? Oyandagi doktor. Doktor, oting nima edi? Rahimulloh. Doktor Seyb Rahimulloh bir vaqt borasanki, chavkini ustiga o'ltiribdi. Doktor Seyb bola bizlarni bir muayana qiling, ana chiqaring 200 afg'onni so'ngra biz muayana qilamiz. Mana bundoq desanki? Ha? Biroq agar doktor bo'lgan suratingga muayana pul olasan? Sizdan? Ya. Mendan olmaysan? Ha, bu ukang bilan. Ukangning oti nima? Ukamda ota Hujjatullo. Maktabda o'qiydi. Mulla o'qiydi maktabda. Mulla o'qiysan? Ha, maktabda o'qiydi. Maktabda o'qiysan? Sinfchansan? Sinfida. Chandim numra? Ha? Nechilamchi nafarsan? O'nlamchi? Ikkilamchi. Voy, mashallah, bu ham ikkilamchi nafar ekan. Sen nima sotasan? G'alla sotasanmi? Men o'zimga amdol berdim. Amdol bunga qancha pul berasan? Bunga 50 rupiya. 50 rupiya taqsim qiladi bir o'ziga. Oting nima edi? Isonlar. Esonullohxon. Necha jaba g'alla sotding? Shu kuni 4ta. 4 jaba? Sen ham 400 afg'on topibsan-da. Pullarni yig'ib nima qilasan qayb? Pullarni yig'ib onamizga beramiz. Ro'zgorga masraf qiladi. Meniki vala yigit bachalar mana shu holatiga maydalikdan ro'zgorni g'amiga bo'lgan bilan. O'sha 400 afg'oni topadi, onasiga yetib beradi, yo otasiga yetib beradi, ro'zgorga masraf qiladi. Mashallah, ko'p yaxshi ish qilibsan. Har ro'z mana shundoq 4 jaba sotasanmi? Xo'p, ko'p yaxshi. Maktabga sinfchansan? Maktabga biz bir sinfda biz. Sinfda xatni bitay olasanmi? Xatang. O'qiy olasanmi? Xatang. Biron taronai ma'rifni bilasan? Yo, bizim ustoz borganimizda ism. Qaysi maktabgasan? Ustoz Abilani. Mashallah. Oyandaga xohlaysan nima bo'lsang? Oyandaga xohlaymiz bilan zotni o'rganaylik. Nima, masalan, nima bo'lmoqchisan? Injiniya doktor. Injener. Afarin, mana bular injener bo'lib xohlaysan vatanni tuzatsang-da. Soxtimon, katta soxtimonlar tayyorlab, rohat yursang, ko'p yaxshi. Oxirga seni ko'rayotgan do'stlaringga va seni ko'rayotgan do'stlarki, senicha kichkina do'stlaring bor. Ularga nima tavsiyang bor? Xohlaysak ular ham ishlasin? Shularga nima payoming bor? Nima deysan rafiqlaringga? Men aytaman shu yaxshi yursin deymiz. Yaxshi bo'lsin deysan? Yaxshi bo'lishlik katta orzing degan seni. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin, baxayr bo'lgin. بینندگان عزیز، قسمی که دیدین اینا بچه هایی که تقریبا 10 یا 9 ساله هستن، در اینجا تا شام کار میکنه. 400 افغانی پیسه به دست میاره. این به دست آوردن پیسه به این معناست که مهمت پیدا کردن پیسه را داره. کسانی که در خارج میرن میگن که در وطن کار نیست، بالاخره با یک تکنیک، بالاخره با یک کوشش میتونه آدم به یک چیز از وطن خود در بیاره. بالاخره رسیدیم به پایان برنامه امروزی ما. شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپارم. انشاءالله صبا، یعنی انشاءالله فردا
به طور زنده و آنلاین برنامه ای را خواهیم داشت که دوستان که در خارج از کشور هستند، خصوصا به کشورهای آلمان، فرانسه، سوئیس، آمریکا هستند که میخواهند به طور مستقیم با ما بپیوندند، ما شماره های واتساپ یا ایمیل اسکایپ خود را برشان ایمیل میکنیم یا از طریق واتساپ بر ما یک پیام بده، ما انشالله با کسان هماهنگ یا کانتکت میشیم. خدا یار و مددگارتان باشه. عیدتان مبارک. حیاتینگیز قطلق بلسن. اخترمو مبارک شه.